Shuningdek, bugun davlatimiz rahbari elektrotexnika sohasida joriy yil birinchi chorakda qilingan ishlar va navbatdagi vazifalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Elektrotexnika har qanday davlat iqtisodiyoti uchun asosiy tarmoqlardan biri bo'lib, u texnologik taraqqiyot va sanoat rivojida muhim o'rin tutadi. Mamlakatimizning jadal o'sib borayotgan iqtisodiyoti va geografik joylashuvi hisobga olinganda, O'zbekiston uchun ushbu sohani rivojlantirish alohida ahamiyatga ega ekani oydinlashadi. Ma'lumki, elektrotexnika mahsulotlari iqtisodiyotning muhim tarmoqlari uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Jumladan sanoat, transport, IT sohalari rivoji mazkur tarmoqning barqaror faoliyati bilan bevosita bog'liq. Yashil energetikani rivojlantirish uleri ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Hozirgi kunda O'zbekistonda quyosh va shamol energiyasidan samarali foydalanish bo'yicha istiqbolli loyihalar hayotga faol tatbiq etilmoqda. Bu esa eltexsanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun katta bozorga yo'l ochadi demakdir. Elektrotexnika jihozlari va maishiy texnikalarni mahalliylashtirish, importga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirish, zamonaviy quvvatlar, yangi ish o'rinlarini yaratish va eksport yo'nalishlarini kengaytirish imkonini beradi. Shuning uchun ham sohani eng maqbul yechimlar asosida rivojlantirish doimiy e'tibor markazida. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun elektrotexnika sohasida joriy yil birinchi chorakda qilingan ishlar va navbatdagi vazifalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Bu tarmoq mamlakatimiz sanoatining drayverlaridan biri. So'nggi 7 yilda eksport hajmi 7 barobarga o'sgan va geografiyasi 63 ta davlatga yetgan. Hozirgi kunda tarmoqda 500 ga yaqin korxona bo'lib, ularda 27 mingdan ziyod yurtdoshimiz ishlamoqda. Ushbu salohiyatni oshirish maqsadida shu yil 22-yanvarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining elektrotexnika sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga muvofiq yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish, investitsiyalar va xorijiy brendlarni jalb etish, tajriba konstruktorlik ishlarini rivojlantirish choralari ko'rilmoqda. Joriy yil birinchi chorakda tarmoqda ishlab chiqarish hajmi 7 trillion so'mdan oshgan. Qariyb 310 million dollarlik mahsulot eksport qilinib, bu ko'rsatkich 1,3 barobar o'sgan. Shu davrda 55 million dollar investitsiya o'zlashtirilgan. Shundan 48 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlardir. Xorijiy brendlar ostida xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha umumiy qiymati 900 million dollarga teng loyihalar shakllantirildi. Ayni paytda texnik jarayonlarni kelishish, zarur texnologiyalarni yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Taqdimotda ikkinchi chorakka va yil yakunigacha mo'ljallangan asosiy rejalar ham aytib o'tildi. Joriy yilda ishlab chiqarish hajmini 43 trillion so'mga yetkazish, qariyb 5 trillion so'mlik mahsulotlarni mahalliylashtirish ko'zda tutilgan. Umumiy qiymati 656 million dollarlik 71 ta loyihani amalga oshirib, 4600 ta ish o'rni ochish mo'ljallangan. Eksport miqdori 1 milliard 700 million dollarga, geografiyasi 68 ta mamlakatga yetishi kutilmoqda. Davlatimiz rahbari dunyodagi iqtisodiy tebranishlar sharoitida elektrotexnika sanoatida ham rivojlanish trayektoriyasini to'g'ri tanlab, bozor talablariga tez moslashish muhimligini ta'kidladi. Mahalliylashtirishni chuqurlashtirib, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar olish, zamonaviy texnologiyalarga munosib malakali kadrlar tayyorlash zarurligi qayd etildi. Mutasaddilarga tarmoqdagi har bir korxona bilan ishlab, sanoat va logistika zanjirlarida yuzaga keladigan masalalarni hal etish, eksport geografiyasini diversifikatsiya qilib, yangi bozorlar topish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bugun hurmatli davlat rahbarimiz boshchiliklarida elektrotexnika sanoatida amalga oshirilayotgan loyihalar, belgilangan rejalar, ularni bajarilishi yuzasidan tanqidiy ruhda taqdimot bo'lib o'tdi. Bunda avvalambor elektrotexnika sanoati oldida turgan vazifalarni bajarilishi yuzasidan hurmatli prezident bizning hisobotlarimizni eshitdilar. Raqobatbardosh va arzon mahsulotlar bilan ichki bozorni ta'minlash yuzasidan ko'rsatmalarni berdilar va alohida e'tibor bugungi kundagi elektrotexnika mahsulotlarini nafaqat eksport bozorlarida ushlab qolish, balki eksportni jadal rivojlantirish yuzasidan bir qator ko'rsatmalarni berdilar. Shu bilan birga alohida e'tiborni shu yil boshida imzolangan hurmatli prezidentimizni mahalliy kontent elektrotexnika mahsulotlarini ichki bozorda yetkazib berish bo'yicha yaratilgan sharoitlar qay darajada ishlayapti degan savollarga bizdan javoblarni oldilar. Bugungi kunda elektrotexnika sanoati hozirgi jahonda yuz berayotgan barqaror bo'lmagan bir muhitda tayyorgarligini oshirish, o'zini yangicha yondashuvni belgilash, yangi bozorlarga yangi mahsulotlar bilan kirish yuzasidan bir qator ko'rsatmalarni berdilar. Bunda alohida yana e'tiborni bugungi kunda respublikamizda mavjud
xom ashyoni chuqur qayta ishlashga e'tibor qaratishni, chuqur qayta ishlovchi korxonalarga qo'shimcha sharoitlar yaratish orqali eksport bozorlariga chiqish yuzasidan bir qator topshiriqlarni berdilar. Biz o'zimizning shu yaratilgan sharoitlar orqali mis sanoati klasteri, Ohangaron hududida yaratilgan katta sanoat hududida amalga oshirilayotgan loyihalarimizni prezentatsiyasini qildik. Yil yakuni bilan u yerda 5 ta loyihani amalga oshiramiz, ya'ni 5 ta loyihada ishlab chiqarishni boshlashimiz bo'yicha hurmatli prezidentimiz ko'rsatmalarini oldik. Bu loyihalar doirasida qay turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi, u mahsulotlarda qo'shilgan qiymat qancha bo'ladi va qaysi davlatlarga bu mahsulotlarni eksportini amalga oshirishimiz yuzasidan rejalarimizni ko'rsatib o'tdik. Bugungi kundagi vaziyatdan kelib chiqib, hurmatli prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifa shundan iborat bo'ldiki, bu rejalar hali yetarli emasligi, biza yana kattaroq marralarni olishimiz, bu sohaga yirik xalqaro kompaniyalarni jalb qilish va u orqali 3 davlatlarga eksport qilish yuzasidan topshiriqlarni berdilar.